15 may. Davan işip kötürülüşümüz bilen Nansen, Janubi tağ. Gengu'nun güzel manzarası adamni özüge tartattı. Asman pelekке kötürülüp köksini kerip durgan qara davan çoqqısidagi oq qarlari ve etek tarafdagi qo'yiq yeshil qarg'aylari bilan xuddi oq sallik yeshil chapan kiygan bahodir qahramon musulmon o'g'liga o'xshaydi. Uning atrofidagi poyansiz ketgan qarg'ayliq soy-soylarga odamning ko'zi yetmaydi. Bu tog'larning bizning uyning yenigichi kelgan yerda qarg'ay bo'lib, uning tövinida yeshil mayslar, gül chechaklar, uning tövünde bütünley açlık meydanları idi. Buğdaylar bir tekşi yeşil maysı bulup, bu güzel manzaraga texim çıraylık hüsün qo'shib beradi. Tağ bağrıdaki mileş, çeten, dolana, it burunuğa o'xshash çatqallarının hol, seriq, oq chechakları odamning ko'ngliga huzur bergandek çıraylık puraq chiqirib beradi. May iyi yıllarının en güzel bir iyidir. May ayida bütün tabiat gül çiçekler bilan bezelgen, havası sap, hoş puraq, canlarga huzur berdigan ay. Tabiatning güzelligi havanın sapliqiga zo'qlanib, uyga yetib kelganimni sezmay qoldim. Avtobus magazin oldiga kelib to'xtadi. Mashinaning ovozini anglash bilan eshik oldiga chiqib, avtobusni kutib turgan dadam va ukalarim bizni ko'rish bilan cho'qirishib, bizga qarab yugurdi. Ukalarim kelib meni quchoqlab sig'ingan holda men bilan ko'rsatdi. Eshik oldida kelayotgan dadamni ko'rib, oldiga qarab yugurdim. Dadam mehribonlik bilan meni bag'riga besib, peshonamdan so'yib, "Qandaq salomatliging yaxshimi? O'zing yaxshi keldingmi?" deb salomatligimdan ansirab, boshdan oyog'imga qaraydi. Uyning ichi xushalliq cho'mdi. Ukalarim birdan kelib meni quchoqlab so'yatdi. "Biz seni pek sig'indik" deydi. 3 yilning ichida ukalarim o'sib ko'p o'zgargan ekan. Men ketganda kichik qolgan bolalar bo'ylari o'sib, chiroylari o'zgargan ekan. 16 may. Biz kelib atsi shahardan telefon kelib, dadamning bir navri aksi, apamning Maryam hadisining yo'ldoshi Ahad abisining tuyuqsiz vafot bo'lgan xabari kelib, dadam bilan apam o'limga shaharga ketdi. Men bolalar bilan uyda qoldim. Men endi nima qilishimni bilolmaydim. Kelib ko'rishish xushalliqlari bilan kunlar o'tdi. Bundan keyin nima qilib, nima qo'yishimni bilmayman. Shuncha yil ko'p qiyinchiliklar va ig'irchiliklar bilan o'qigan edim. U o'qishlarni ketdi. Endi qora emgak bilan go'ngshida yashash kerakmi? Qanday qilish kerak? Biroq bu mening qo'limdagi ish emas. Ota-onam uchunmi men ig'ir yuk edim. O'zim ustida ko'p o'ylanib boshqa turdim. Men turmadagi vaqtimda qaytib chiqsam, Xudoyim buyursa o'qishimni davomlashtiraman deb o'ylagan edim. Biroq meni go'ngshi hayotiga qaytardi. Hozir mening u umidimning amalga oshmaydiganligi aniq edi. Menga faqat go'ngshiga chiqib, emgak qilishdan boshqa yo'l yo'q edi. Dadam opam qaytib kelguncha bir oz dam olib, ondan emgak chiqarman deb o'ylab, o'z ko'nglimni tinchlantirdim. Tushdan keyin bo'lganda eshikni qattiq ittirib ichib, uyga qovul bir qozoq yigit kirib keldi. "Seni daduyga yig'inga chaqirdi" dedi. Nimishqidir yurkim qat qilib bir qismi bo'lib, ko'nglim og'rib ketdi. Men chandurmasdan o'zimni tutib, "Ma'qul, hozir borman" dedim. "Yo'q, men seni olg'ili keldim. Hozir mang" dedi. Hamma ish menga ayon edi. Ustimga pobaykamni kiyib oldim. Uyda singlim Musharraf bilan inim Rizo bor edi. Boshqalar maktabda. Men bolalarga majlisga boraman, uydan chiqmay eshikni taqib o'ltiringlar deb chiqib ketdim. Ular bek kichik yolg'iz qoldirishga bo'lmasimi, amal yo'q. Yolg'iz qoldirib chiqib ketdim. Heyliq odam meni haydab mangandek 4 qadam keynimdan minib Daduyga yetib bordik. Daduyning ishxonasida liq odam o'ltiradi. Xuddi ular meni kutib majlisni ochmay o'ltirgandek ko'rinadi. Men kulimsirab salomlashishni o'ylab ko'pchilikka qaradim. Ammo zaldagi butun odamning ko'zidan qahriy g'azab yig'ib turadi. Ular menga salomlashib, yaxshi muomala qilish emas, balki etilib kelib meni urdigandek ko'rinadi. Bu ahvol menga texim ig'ir tuyuldi. Ishning yaxshi emasligini sezdim. Tezlik bilan o'zimni tutib olib, ko'rsatgan bo'sh o'ringa berib o'tirdim. Bütün zalda jimjitlik hüküm süratdi.
Doklad üstülde o'ltirgan ko'zlari yirtqich hayvonning ko'zdek vahshiy ko'zlik, qo'yiq qaraqashliq, qora yalpoq yuzlik 50 yoshlar atrofidagi bir qozoq ustal ustidagi qog'ozlarni u yoq bu yoqqa yo'tkab, bir ikki yo'tilib qo'yib so'z boshladi. Bizning go'ngishimizga naq aksin inqilobchi, Shijing Juyichi buzuq unsur keldi. Shuning materialni o'qib beraman dedi. Bütün zaldagi hamma odam birdakla burilib menga qaradi. Albatta bu holat nozik qizil qalbimga qattiq bilindi. Yuz ko'zim villida qizargandek tuyuldi. Men o'zimni besish uchun tirishib, xuddi bu so'zlarni menga qilmagandek bo'lib, qaddimni ko'tarib, erkin o'ltirib, dokladchiga qarab diqqat bilan so'zni anglab o'ltirdim. Boshqalarning menga qarshi va men to'g'riliq o'zaro pichirlashlariga dahshat yomon ko'zlarining menga tikilishiga qaramasqa va ko'ngil bilmasga tirishatdim. Dokladchi qonun o'rnining tamg'i bosgan bir parcha materialni ilib o'qishga boshladi. Materialda Xurshevning bevosita agenti, G'ulja cho'chak vaqasining boshlamchisi va Sovetga qochmoqchi bo'lgan Shijing Juyichi naq aksin inqilobchi unsur So'yingul xalq nazorati ostida majburiy emgak bilan o'zgartish uchun xalq rejimiga topshirildi. Bütün huquqidan mahrum qilingan bo'lib, go'ngshining boshqarishida majburiy emgak bilan o'zini o'zgartirdi. Ruxsatsiz bir qadam mengishga, biror ish qilishga ruxsat qilinmaydi. Bu Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik idorasi va nohiyalik jamoat xavfsizlik idorasining tasdiqidan o'tgan qonunliq hujjat adadan boshlab xalq nazorati ostida emgak qiladi. Bir qadam yergimi tashkilning ruxsatsiz mangmaydi. Tashkilning ruxsatsiz bir soatmi ishdan qolmaydi. Bütün huquqlardan mahrum qilindi. Bütün go'ngshi xalq nazorat qilib turish kerak deb qaytlab o'qib bo'lib, dokladchi keyindan o'zi xalqqa tushuntirishga boshladi. Bu so'zlarni anglab beshim aylangandek bo'lib, o'qilayotgan bu so'zlarga hayron bo'ldim. Xurshevning bevosita agenti. Bu qanday so'z? Xurshevni men ko'msam, uning bilan mening hech aloqam bo'lmasa, bu bir cho'ng to'kmat-ku. Hammasi yolg'on, hammasi to'kmat. Bu odam yolg'ondan o'qiyotamdi desam, qonun o'rnining qog'ozini o'qiyotdi. Har qancha bo'lsa-mu ichidan chiqarib o'qiy olmas, balki boshqa birisining materialini menga yozib qo'ydimikin. Yo'q, undoq bo'lishi mumkin emas. Onun ustiga biz mashina remont qilish zavodida emgak bilan tarbiyalash bilan emgak bilan o'zgartish tuzumining farqi haqida materiallarni bir oyga yaqin o'rgangan edik. Uningda emgak bilan tarbiyalash lavjov tuzumining o'zi garajdorlik huquqiga ega. Emgak bilan o'zgartish lavgay tuzumi garajdorlik huquqidan mahrum bo'ladi deb anglatgan. 3 yil turmada yetib chiqqandan keyin butunlay huquqsiz qilib chiqarganda qandaq? Yo'q, bu mening materialim emas. Yolg'on, xatolik bor deb o'ylab, yolg'on mening materialim emas deb aytish og'zimga kelib, maydondagi xalqning zahar ko'zlariga qarab, bularga aytgan bilan foydasi yo'q deb o'zimni bosdim. Dokladchi materialni o'qib bo'lgandan keyin atdegandan boshlab ishga chiqdi. Qurilish atrida ishlaydi. Atdegan eldan 2 soat burun ishga chiqib, kashda el ishdan tushgandan keyin 2 soat qilib xolis emgak qiladi. Uningga nomer berilmaydi. Tushlik dam ilishdimi xalqdan yarim soat burun ishga tushadi. Atrat boshliqlari qayerga ishga buyursa, shu yerda ishlaydi. Qanday ishga bo'lsa, qarshilik ko'rsatishga bo'lmaydi. Agar tashkilning ko'rsatishidan va ko'pchilikning buyrug'idan sirtqa chiqib qarshilik qiladigan kurash qilinadi va eshib ketsa qo'lga ilinadi. Shuningga o'xshash nurg'un ko'ngilsiz so'zlarni so'zlab ketdi. Keyingi so'zlar quloqimga kirmay, quloqlarim vang qilib ketdi. Men jindan qutulib, alvastiga tutilibdiman. Bu 3 yillik turmadanmi nechasi ig'ir bo'lganligi aniq bilinib turadi. Yilqi dokladchi xalqqa qarab, oramizga eng cho'ng dushman kirdi. Biz hushyor bo'lishimiz kerak. Allah tavga, qurilishga, ziroatlarga, tok tarqitish mashinalariga, qisqasi hamma narsalarga diqqat qilib, kuzat qilishimiz kerak. 1 minut ko'zdan yiroq qilmay qarash kerak.
diqqatli bo'lishimiz lozim. Sinibiy dushmanlar har vaqt buzg'unchilik qilishga urinadi. Sinibiy kurashni hargiz unutmasligimiz kerak. Sinibiy dushman so'yingil chiqib ketsin deb to'g'lagan edi. Butun xalq chiqib ketsin deb to'g'ladi. Bu ömrümdeki manga qilingan birinchi qitimliq haqorat bo'ldi. Balki chiroyimda qizirish bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki o'zimga qizargandek bilindi. O'zimni tutishga tirishib kulimsirdim. Talaga chiqqandan keyin ko'nglim inchiklab, ko'zimga yosh keldi. Atrofda meni ko'rib turganlar bordir deb atrofga ko'z yugurtib chiqib, ondan uyga qarab mangdim. Uyga ko'ngilsiz kirsam, fikrlarimning ko'ngli buzulur. Her iş bo'lsa sabrlik bilan o'tkazib, her ishning keyinini kutish kerak. Endi bundan boshqa chora yo'q. Bundaq bularni bilganda hargiz turmadan qaytib kelmagan bo'lardim. Atraf boshlig'i Gulnisaning men bilan ko'rishishdan qochqanining sababi shu ekanda, har qanday bo'lsa-mu bundaq yolg'onni yozamu. Nima uchun bular Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun Sharqiy Turkiston Mehnatkeşlar partiyasini qurib yo'shirin ish ilib borgan deb yozmadi? Nima uchun buni yo'shirib yo'q narsalarni yozdi? Buning sababi haqida qattiq izlandim, o'ylandim. Ko'z oldimga Meditsina institutidagi so'roqqa Gonganting razvedka bo'limining boshlig'i menga sizlar yerlik millatchi unsur deb to'g'laganda men yo'q, sen xato aytyapsan. Biz yerlik millatchiga kirmaymiz. Biz Sharqiy Turkistondagi har millat xalqi bir bo'lib yashaymiz. Biz hammamiz turkiy millat. Bizda millatchilik ishi yo'q. Biz faqat Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishini xohlaymiz degan edim. U Hansu menga to'g'lab, Xinjiangning mustaqilligi faqat Uyg'ur xalqi uchun sana nima foydasi bor deb vaqirdi. Men Sharqiy Turkistonning mustaqilligi Sharqiy Turkistondagi har millatning mustaqilligidir dedim. U Hansuning shundoq ochiq kelib, o'rnidan turib, uyning ichidan uyoq-buyoqqa minib ketdi. U menga bir soat so'zlab, sening bu ideyang mutlaq to'g'ri emas, hargiz amalga oshmaydi. Xotirjam bo'lsin. U sizlarning xom xiyolinglar deb vaqirab chiqib ketgan edi. Men bu narsalarni o'ylab, bular Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun tashkilot qurgan deb yozsa, albatta u xalq uchun tashviqot bo'ldi deb qo'rqib, bizga mushundaq tuhmat qilgan bo'lishi mumkin degan fikr ko'nglimdan o'tdi. Shuning bilan qilingan tuhmatning sababini tushundim. Ana shundaq o'ylar bilan uyga qaytib keldim. Jafo mushaqqatda Gongshining shu ig'ir turmushida 9 bolani beqib cho'ng qilayotgan yavash ota-onam uchun bu ahvol qanchalik ig'ir bo'lar? Mening bu ahvolimni ko'rish ularning qalbida yurak yarasi bo'lgan bo'ldim. Nima desammi, nima o'ylasammi, bu ishni o'zgartirish mumkin emas. Men o'zimni ruhliq tutsam, ular uchun yengil bo'lar degan o'yga kelib, maydonda bo'lgan ahvolni shu yerga tashlab va o'z ko'nglimdami chiqarishga tirishib, har ishni o'z vaqtida ko'rarman deb o'zimni ruhliq tutib uyga qaytdim. Uyda fikrlarim meni majlisga chaqirib ketganini anglab, bekmi ko'ngilsiz holda o'ltirib ekan. Mening kulib ruhliq kirganimni ko'rib, hammasi ustidagi yukni ilib tashlagandek yengillab qoldi. Singlim Sofiya, sizni nimishqa majlisga chaqiribdi, nima bo'ldi deb so'radi. Ha, meni qurilish atrofidagi bo'lib, shular bilan emgak qilsang bo'ladi deb ishqa bo'ldi dedim. Sizni majlisga chaqirib ketdi degan edi, biz bek qo'rqdik deb amdi bo'y tortib, inchiga bo'lib o'sib kelayotgan singlim G'aysha kelib meni quchoqlab akilib ketdi. Qani choy ichayli deb dasturxon hozirlab etib, men ulardan Allatov degan qayerdagi tog' u, men anglab ko'rmagan taqu u dedim. Hammasi kulishib, Allatov degan tog' emas, u bir qala. Dadam Shanxaydan elib kelgan naslli qala. Uni bular Allatov deb ataydi. Siz bu tog'ning eti bo'lsa kerak deb o'ylab qapsizda, siz qaroqchini bilmaysiz, ha deyishib, sodda ko'ngli bilan meni shanxo qilib kulishib ketdi. Men Allatov degan qala ekanligini bilgandan keyin bekmi hayron bo'ldim. Qalalarni o'ltirish bilan nima natija hosil qilarman? Nima degan nodon xalq bu? Nodon xalqning ichida qalpoq bilan yashash texim ig'ir bo'lar. Әдісі әттеген әмгек киімлерімді киіп,
Uydan bir gurjakni elib ishqa chiqdim. Birinchi kunim men uchun bekmi qiyin bo'ldi. Birma yaqin ko'ngil, issiq chiroy odam yo'q edi. Hamma odam menga xuddi o'g'ri yoki qotilga o'xshash bir nachar odamni tutib kelgandek yomon ko'z bilan kirpik qoqmasdan qaraydi. Bu yerning odamlari boshqa hech qanday odamlarga o'xshamaydi. Xuddi yovvoyi odamlardek dahshat ko'zi bilan xijil bo'lmasdan tikilatdi. Bular tunugunki tonishtirishdan keyin mening ustimda ajoyib qo'rqinchli odam degan tushunchaga kelgan bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim. Shuningdan keyin o'zimni erkin tashlab kulimsirab ko'rdim, lekin hech o'zgarmasdan qaraydi. Hozircha bularning do'stlik ko'zlarini ko'rish mumkin emaskan deb ko'zimni boshqa taraflarga burib, oldida hech narsa yo'qdek ularga e'tibor qilmay turaverdim. Ko'p kechikmasdan qurilish atritining boshlig'i bo'lsa kerak, qora chibarqut chopan, shim kiygan, ko'k shapkilik, o'tir yoshlik, qismoq ko'z, qop-qora o'ruq bir odam kelib, umu xuddi boshqalarga o'xshash ko'z bilan chakchiyib qarab takabbur holda qo'pollik bilan kishilarni ishga o'rlashtirib, meni sayda qum tasqash uchun bo'ldi. Bir kun yolg'iz o'zim sayda qum tasqadim. Dunyoda ko'rib boqmagan narsani ko'rgazma qilgandek, kishilar yana erlar, ayollar, bolalar kelib mening atrofimda menga qarab soatlab, bir ig'izmi so'z qilmasdan zahar tamg'an ma'nisiz ko'zlar bilan qarab turib ketadi. Dastlabda hovdiqib hayron bo'ldim. Hijolat bo'lib ko'rindim. Qarasam birining keyindan biri degandek uzilmay kelib qarab turgandan keyin bu xalqning o'zi shundoq odamlar bo'lsa kerak. Bular uchun hijolat bo'lib yoki xafa bo'lib jon to'shmaydigan o'xshaydi deb uningga diqqat qilmasdan o'z ishimni ishlaverdim. Lekin bularning bu ishi ko'nglimga shundoq tegdi, menga xori keldi. Madaniyat inqilobining boshlanish safarbar dokladi 18 may. Dadam bilan opam shahardan kelib mening emgakka chiqib ketganligimni ko'rgandan keyin biror majburiyat bo'lmasa bizning kelishimizni kutmay ishga chiqib ketmaydi deb biror ko'ngilsiz ahvolning bo'lganligidan gumon qilib ko'ngillari yomon bo'lgan ekan. Men ishdan qaytib kirganda opam yig'lab ketdi. Men ularning ko'ngillarini yasash uchun o'zimni ruhliq tutib, kerak yo'q, men yosh, hech qancha narsa emas. Bu ishlar o'tib ketadi dedim va ularning ko'nglini xo'sh qilish uchun ko'ngillik narsalar ustida so'zlashga tirishatdim. Men bularni bundoq ko'ngilsizlikka selib qo'yganim uchun ularning oldida xijolat bo'latdim. Tushdan keyin ishga tushib 1 soat bo'lmasdan qovul 2 qozoq xalq askari kelib menga "Hey" deb qo'pollik bilan tovlagan edi. Men nima bo'ldi ekan deb qarab edim. Ular qopoqlarini turib, "Gurjakni shu yerga tashla, dadida yig'im bor, mang" deb meni oldiga selib, ikkisi elib dadiga bordi. Yo'lda bizni ko'rganlar to'xtab yomon ko'zlar bilan qarab turib qoladi. Dadining oldiga borsak, taladagi maydonda odamlar doq yerda o'tiradi. Kishilar yig'inga kelib to'plangan ekan. Hamma odam burilib men qaraydi. Heliqi xalq askarlari meni bir chetda o'ltirgan qeri ham o'tir yoshdan cho'ng hanzolarning yeniga opirib o'ltirishga buyurdi. Bu odamlar shumshaygan jinoyatchiga o'xshaydi. Bular pomishchik, boy dehqonlar bo'lsa kerak deb o'yladim. Ularning chiroyidan gunohkor odamlarda ko'rinadi. Bular 40 dan 80 yoshlar atrofidagi odamlar bo'lib, bularning o'zlarining kiygan kiyimlari ko'nrab, o'ngi paskini bo'lib, soqollari o'sgan abgoh odamlar edi. Emgakdan put-qo'llari o'tindek etib, chiroylari miskin, tushkun edi. Birisining soqoli maydasiga tushgan, birisining peshonasida to'xu tuxumidek to'mpiq bor edi. Bir-biridan biri so'rin odamlar. Men shularning yeniga berib o'tirdim. Ular menga qarashdanmi qo'rqib, medir qilmay o'tiradi. Yig'in boshlandi. Doklad so'zlik va jiddiy bo'ldi. Yig'inda madaniyat inqilobining boshlanganligi to'g'risida doklad qildi. Dokladning mazmuni markazning uqtirishi bo'yicha madaniyat inqilobi elib berib, partiya ichida yoshirinib olgan kapitalizm yo'lga mangan huquqdorlarni tortib chiqib hisob elish, sinifiy dushmanlarni kurash qilish, markazki Dingtu, Oxan, Liu Shu shallarni qattiq tanqid qilish ham partiya ichini tozalash lozim. Shundaqla Gongshidagi partiya ichiga yoshiringan huquqdorlarni
ve sinipi düşmanlarını tartıp çıkıp küreş ilip bardığalıqını ciddi türde doklat qıldı. Her bir sözünün arasında xalq askerinin başlamçılığında şuarlar toğlaydı. Sinipi düşmanlarını yoqtaylı. Partiya içideki kapitalizm yoluğa mangan əməldarlarını tartıb çıqaylı. Yo'qolsin Deng Tu, Uxan, Liu Shaoma, Liu Musha, yaşasın Mavcushi, proletariat diktaturasını yürgizeyli degenge o'xshash şuarlar to'g'laydi. Bu dokladın odamlar xalq beshiga bir qora kunning kelayotganligini sezgandek hamma kishilarni qo'rqinish besib turadi. Ular so'zlashdan hatto midirlashdan qo'rqib, ranglari o'chib ketib qolgandek midir qilmay o'tiradi. Mana bu dokladdan keyin bu bazmaning sahnasida o'yin qo'yib qizdiruvchilar biz bo'lganligimizni sezdim. İçimde ey Allah'ım özün yardım qilmasang bizning ahvolimiz ig'ir o'xshaydi deb Allah'a sığındım. Sinipi düşmanlar chiqib ketsin degan qattiq shuar to'lishi bilan butun odam hamma baloyi opat mushular bilan ketsin degandek biz tarafga qarab tangla chiqib ketsin deb to'ladi. Yenimda o'tirgan heliqi qalpoqliqlar oldirab o'rinlardan turdi. Men shular bilan tangla turib shular mangan tarafga qarab ketdim. Nima degan xo'rliq, Xudoyim, tushim bo'lib uyg'onib ketsam, bu yomon kundan qutulgan bo'lardim deb armon qildim va rostdan tushimmi o'ngimmi deb atrofga qaradim. Yo'q, tush emas. Bir eg'iz so'zmi qilmay bizni boshlab ketayotgan minbig'ining kaynidan mangdiq. U bizga o'tir maktabning yenidagi tog'ning tuganchi tumshiqidan tog'ni qo'lab loy yasashga buyurdi va kunda shu o'rinda bizlar loy yasab boshqalar kesak quydiganligini aytib o'zi ketdi. Qarasam bu qalpoqliqlar majlis oraliqida shu yerda ishlagan o'xshaydi. Kesak quydigan maydonni tuzlab tayyorlab qo'yibdi. Ularning ortiq ketmandan birini ilib tog'ning tumshiqidan to'pi qo'lab ishlashga boshladim. Tağның topisi seriq hem segiz topu edi. Ular atraf tinchinib, odamlar ko'rinmaganda mendan hayron bo'lib, "Sen nereden kelding? Nima jinoyating bor?" deb so'radi. Men qisqa qilib o'z ahvolimni so'zlab berdim. "Allah bu yoshligingda, bu go'zalligingda, shu o'qishing bilan bu turmush nima degan ichinishliq? Nimishqa shu ishlarni qilgansan? Kichkina jiningga qo'rqmasdan bundoq cho'ng ishga jur'at qilding? Endi bu qalpoqdan qutulish yo'q. Mana bizga 13 yil bo'ldi. Bu qalpoqning dardini tortib kelayotganimizga endi o'lmay qutulolmaydigan o'xshaymiz. Seni ko'rib biz bakmo ichindiq. Uning ustiga sen yosh qiz bola ekansan. Qanday qilasan deb o'z singlisiga ichinganda ko'yinib menga qaradi. Men kulimsirab kerak yo'q. Hayotga agishib bu kunlarim o'tib ketar. Hech narsa mangulik emas dedim. Qara saqili meydisiga tushgan, sol puti oqsab mangdigan, beshiga qora do'ppi kiyib olgan Loma degan Xansu bo'y Xitoy musulmonlari. Ko'rmamsan, bizni Xudoyimmi yaxshi ko'rmaydi, bizni Xudoyimmi ilib ketmadi. Bu yoshda bizga yengil emas deb shunchalik g'amkin holda chin ko'nglidan so'zlaydi. Uning so'zini quvvatlab peshonasida tuxumdek to'mpiqi bor, pakarg'ina qo'llari titrab turadigan 70 yoshdan oshgan Liu Jung degan Xanzu bo'y. Lama rastlaydi. Bu xorliqda bizga buncha uzun yashash nimaga lozim edi? Xor bo'lib yashagandan o'lib ketsak yaxshi edi. Qiyirganda bekmi qiyin bo'ldi dedi. Qanday qilsan Lauyu? Beshinga kelgandan keyin chidamay amaling yo'q. Sabrlik bilan har narsaning oxirini kutish kerak. Qo'lingdan kelganicha, amalingning boricha o'zing xush qilib, bir oz bo'lsa-mu ko'ngillik yashashga tirishish kerak. Endi sen bu ahvoldan qutulgan hech bir chorang yo'q. Qechib boradigan yering yo'q. Faqat sabr qilib o'zing xush qilib, ruhingni ko'tarmasang, kim sana yordam qo'lini so'zalaydi? Sizlar bekmi ruhsiz bo'lib ketibsizlar. Har bir kun bizning hayotimiz deb bilib, iloji bor kishilarning xorlab ketishidan bir oz bo'lsa-mu saqlanish kerak deb edim. Bu bechoralar xuddi o'zlarining eng yaqin odamini topgandek xushal bo'lib, "Ras deysan, hey, qandoq degan bilan o'qigan odam degan boshqa deb ruhlanib ketdi. Sen kimning qizi? Ota-onang mushu yerdimi?" "Ha, mushu yerda. Men Tatar Solihning qiziman" dedim. Ular dadamni yaxshi taniydi ekan. "Ha, biz yaxshi taniymiz. Sening dadang bek esil odam. Kishilarga qo'ldan kelgancha yordam qildigan,
ақ көңіл yuvaş, hamma odamga o'xshash muomala qiladigan yumshoq so'zlik, yumshoq ko'ngillik, aqlliq odam ishlab chiqarish atritikilar sening dadangni to'g'ri so'zlik, odil odam deb butun kishilar uni bek yaxshi ko'radi deb dadamni menga tanishtirib ketdi. Liujung tog' bog'latib tumshuqqa suv elib keladigan eriqdan suv boshlab kelibdi bizga. Hey tinish, gap qilmanglar. Qor ish kelyotidi dedi. Hammasi jiddiy aldirash ketmanlarini chepib ishlab ketdi. Men atrofimga qaradim. Hech qanday ish ko'rinmaydi. Yiroqdan biz tarafga qarab, qora kiyim kiygan bir odam kelyotdi. Men shu odamni desi kerak deb o'ylab, o'z ishimni qilaverdim. Bizning tayyorlab qo'ygan to'piga suv kirib, yig'ilib atrofdan sirtqa iqishga boshladi. Shundaq kang qilin to'pidagi suvlarni ular to'sib yetishilmaganlikdan men yordamga berib, to'pi tashlab suvni to'sishga kirishdim. Shu arada heliq odam bizning yonimizga keldi. U odam haqiqatan ular degandek qora chibarqi chopan, shim, qora shapka, qora xurum o'ti kiygan, qosh ko'zi va terisimi ko'mirday qora edi. Yüzü inchga uzun, o'zimi o'riq uzun bo'yliq odam bo'lib, chiroyiga loyiq ko'zlari yirqishning ko'zdek o'zi surlik odam edi. U kelibla menga qarab, "Sen chetda ketman tutib turmay, oyoqingni yeshib loyiga tushib ishla. Sen ko'z bo'yab o'tkaldan o'tib ketolmaysan. Sen o'zingning kim ekanligini bilamsan. Sen sinfi dushman ekanligingni unutib qolma. Proletariat sinfining diktatorisi ostida ishlaysan. Tulkidek quyruqingni shipangshitib yurib qutulib ketaman deb o'ylab qolma. Qallangni silkivatgin deb yomon ko'zi bilan chakchib devaylab oldimga kelib vaqirab so'zlab ketgan edi. O'zim nima bo'lganimni bilmay qoldim. Tonimaydigan bir yot er kishining kelib menga shundoq haqorat so'zlarni ochiq til, ochiq ovoz bilan so'zlab ketishi menga bekmi og'ir keldi. Agar maktabdagi vaqtim bo'lgan bo'lsa, yomg'irdak to'kilib yig'lab ketgan bo'lardim. Lekin men ig'ir kunlar beshimga keldiganligini ko'z oldimga keltirib, bu ishni qilgan edim. Endi chidamay amalim yo'q. Bumi o'tib ketadi deb o'zimga tasalli berdim. Erlar oldida yalang'idaq menib ko'rmaganlikdan oyog'imni silib, shalvarimning pushqiqini tizimgacha turib, loyiga berib tushgicha shuncha ig'ir bo'ldi. Tezlik bilan loyiga kirib, putlarimni loy bilan yoshirg'icha oldirab ketdim. U odam bizga popoz qilib tovlab, yarim soat turgandan keyin ketdi. Men u odamga hayron bo'lib, yenimdagilardan "Bu kim?" deb so'radim. Qodirbek, Dadujang degan shu. Bekmi eski odam. Bizning uydagilar qora it deb ataydi. Sen bundaq so'zlarga hargiz xafa bo'lib, ko'nglingga elib ketma. Bundan keyin anglaydigan so'zing shundoq bo'ladi. Chidamliq bo'l dedi. Ishdan soat 7da tushib, shundoq horg'an holda uyga qaytdim. Opam bilan dadamni ömrümdə bundaq ruhsiz uchirtib ko'rmagan edim. Ular qayg'uli ham ko'ngilsiz edi. Men bularni bugungi yig'inda va mening qalpoqliqlar orasida ishlab yurganimdan bo'lsa kerak deb o'yladim. Men o'zimni ularning oldida xo'shal ko'rsatib, horg'inligimni va qo'llarimning tilinib ketgan yerlarni ko'rsatmaslik uchun tirishdim. Ertasi degan soat 6da oran o'rnimdan turib ishga chiqsam, heliqi qalpoqliq bechoralar ishlab etibdi. Menmi oldirab berib loyiga tushdim. Muzdek loyiga tushganda sovuq menimga chiqqandek bo'ldi. Tog'dek loyni og'dirib chiqardik. Soat 8 bilan 35 ga yaqin qovul kuchlik yosh erlar kesak qo'yish uchun keldi. Ular maydonga kelib oyoq kiyimini yechib, yalang'idaq bo'lib, loy og'ili kelgan o'tir bo'yliq, bug'doy o'nglik, kichik ko'zlik, yumaloq yuzlik bir yosh qozoq yigit kelib, "Oho, 4 xil unsurlarda bir yangilik ko'rdinglarmi?" deb Shanxu kulkisida kulib, "O'razan ko'rdingmi?" deb tovladi. O'razan degan odam beshidagi chechini qirib tushirgan, yumaloq yuzlik, ko'zning iqi qon quyilganday qip-qizil ko'zlik, o'tir bo'yi gavdalik, takabbur, mag'rur 30 yoshlar atrofidagi odam edi. U menga sapsilib bir qarab etib, ondan heliq yashigitga, "Ha, o'zingni kim deb o'ylaysan? Bizni nima uchun bu yerga elib keldi bilamsan? Bizni mehmon qilish uchun elib kelmadi. Sinfi dushman bo'lgan boylarning bolalari deb elib keldi. Bularning bugungi kuni bizning atiki kunimiz" dedi. O'razining gapiga ulab yenidagi yigit,
Shuni deyman, shuncha odamning ichidan bizni nima uchun dodiga yig'ib keldi? Sen bilmayyotamsan, oldimizda har tomoshalar bor degan o'tirg'a tushib usul o'ynaysan deb mursi bilan qo'lni silkitib, chiroyliqini usul o'ynab ketdi. Atrofdagilar kulishib qarab turadi. Yana bir 20 yoshlardagi chaqqan, xush chaqchaq bola ikki qo'lni belikiga tirab, mursini o'ynatib, heyliq usul o'ynagan bolaning udiliga kelib, beqishib, qozoqcha usul o'ynaydi. Chatda putini yeshiyotgan yoshqi cho'ngroq birsi, "Hey Duyjang, ko'rsa seni avu qora soqolning yinida usul o'ynatib qo'ymasin, ishinglarni qilinglar" dedi. Ahvoldan qaraganda bular chorva egisi va boy chorvadorlarning bolalari bo'lsa kerak. Bunchalik ko'p odamga loy yetkazib berish o'ng'ay ish emas edi. Bizning tog'dak qilib chiqargan loylarni 2 soat ichida kesak qo'yib tugatdi. Bir tarafdan to'piqolab, uni yeyib, suv qo'yib, og'dirib chiqargandan keyin yana bir qitim og'dirib kesak uchun tayyor qilib chiqamiz. To'xtamasdan qo'yiq loyni og'dirib ishlash intayin qiyin edi. Ishdan qaytganda butun badanim urib, yonchib tashlagandek og'rib, midirlig'idek mag'darim yo'q. Horg'an holda oranda qaytatdim. Uyga kelgicha eriqda yuz qo'llarimni va putlarimni yuvib, kiyimlarimdagi loylarni sumkadan cho'tkani ilib cho'tkalab, sochlarimni tarab pokiz bo'lib, loyda ishlagandekmi ko'rinmay qaytatdim. Dadam bilan opamning ko'nglidagi xushallik ketdi. Ular menga qarab yuraklari izlatdi. Guldak qilib o'stirgan bolasining bu holatda xor bo'lib jafo chekayotganda ota-onasining ko'ngli qanday chidaydi? Ular meni ko'rganda ko'nglidagi hasratlarni mendan yoshirib, mening ko'nglimni ko'tarishga tirishadi. Men ham ularni oyab, har qanday ko'ngil og'rishlarimni, horg'an og'riqlarimni ularga sezdirmay, eshikdan kulib, xuddi bir yerlarga berib o'ynab qaytgandek ruhli qaytatdim. Har qanday ig'irlik bo'lsa, o'zim ko'tarib, har qanday ko'ngil og'rishim bo'lsa, ichimga yutishdan boshqa choram yo'q edi. Mana mushundaq atdigan oldidan kech soat 8 ga qadar loy kechib kesak quyish uchun loy chiqiramiz. Kesakning leyini chiqirishdek ig'ir emgak yo'qmikin deb o'ylaydim. Kesak quyuvchilar o'zlarini bizlardan farqli tutish uchun har qaysi xo'jayinlik qilib kelib buyruq qiladi. Shu bir xil loyni birsi kelib qo'yiq desa, birsi kelib suyuq bo'pti, yana birsi kelib bek yaxshi bo'pti deb vaqirib tillaydi. Ba'zilari hech sababsiz kelib haqoratlab ketadi. Qisqasi kunda xilma-xil haqorat, kamsitishlarga uchragandan boshqa ko'ngil xush bo'lg'idek 1 minut yo'q edi. Haftasiga 1 yoki 2 martaba 38-36 soatlab dam olmay tong otqicha mashina bilan to'p-to'sh tosh qurilishiga kerakli materiallarni ish maydoniga to'shib, kech-kunduz ishlashga to'g'ri keladi. Shu tariqada o'tir maktabning yenidagi tog' etigida bir oydan ortiq ishladik. 10 avgust. Maktab sayning bosh tarafda kallarga punka selish uchun bir oydan ortiq vaqt tong sahardan qorong'u tushgacha bo'lgan orliqda kesak quyuvchilarga jafoliq loy yasash emgaki bilan shug'ullandik. Dastlabki vaqtlarga qaraganda ig'ir emgakka xeyli o'ginib qoldim. Lekin loy va to'pi bilan ishlab kelganligim uchun barmoqlarim va olqonlarim tilim bo'lib, yerilib qon chiqib turadi va jonga takudek ichib og'riydi. Uyga qaytganda yerilgan yerlarning og'rishidan chini tutib choy icholmay qoladim. Qo'llarimni vazelinlar bilan yog'lab, tengib yurib ishlaydim. Bir oydan ortiq vaqt kesak quygandan keyin punkt qurilish boshlandi. Buningga qurilish ustalari va nurg'ulg'an ayollar kelib qurilishda ishladi. Saat 8 bo'lishi bilan sayning og'zidan bo'shikda tengliq bolalarni dumbasiga ortib, bir qo'lida mo'zay yoki o'shkilarni yedilgan. Uşaq bolalar onasining etigidan tutib, 4-5 yoshli bolalar birsi termosga choy, birsi bobidagi narsalarni ko'tarib, qiyacha qilishib, mo'zay o'g'loqlarni haydab, saydan o'rlab, ish maydonlariga keladi. Dumbida yo'galgan va bo'shikdagi bolalar badavlari og'risi kerak, og'zi besiqmay yig'laydi. Uzun yo'l menib opasining etigini tutib kelayotgan bolalar herib mangolmay o'ltirib olib, mangmayman deb yig'laydi. Mo'zay bilan o'shkilar saydagi ko'k maysiga qarab ayolni so'raydi. Ish vaqti to'shib, ona ishga ulgurish uchun oldirab ularni ish maydoniga so'raydi. Mana shunday qilib
Her bir ayalda yo'q deganda 3-4 balları va mo'zay, o'shka, o'g'loqlari bilan qiya-chiya qilib ish maydoniga yetib keladi. Mo'zay o'shkalarini o't bor yerga orqatlab qo'yib, ballarni tog' bag'ridagi qurilishdan sal yiroq yerga o'rlashtirib qo'yib, o'zlari kelib ishlaydi. Böşükte tengilgan ballar yüz ko'zlariga chivilar qo'nib va issiq oftob ko'zni chiqib, beyarim bo'lib to'xtamay yig'laydi. Kichik ballarni ba'zida böşükte tavritib bezlaydi va ba'zida böşükni yiqitibmi oladi va ular böşük tavritishdan zerikib o'z oldiga o'ynab ketadi. Yana shu ballar yuvosh bo'lib, so'qishib talashmaydi va o'ynab ish maydonidan yiroq ketib qolmaydi. Bechara onalar dam ilishdan boshqa ish vaqtida ballarning yeniga yugurib berib kelolmaydi. Agar ish ustida ballarning yeniga berib yoki bola emitib qo'ysa, shu ayolni ish tuzumini buzgan deb tanqidlab, emgak baholaganda nomer tatib kam nomer beradi. Shuning uchun birmi ayol ish ustida ballarning yeniga bora olmaydi. Agar böşük yiqilib tushsa, cho'ngroq ballarga böşükni turg'izib qo'y deb tovlaydi. Bechara böşükte yatgan ballarni 8 soat yashmay shu peti yana yutib elib ketadi. Qozoq ayollarga qarab ichim og'riydi. Turmush ig'ir. Nemishqidir shu turmushda balani ko'p tuqqandu. Ba'zi ayollar yilda birini va ba'zilari 2 yilda birini degandek tug'ib, har birisining kam deganda 6-7 balasi bo'ladi. U ayollar ishdan qaytib, deb dam olsa, nima anman? Yana shu ayollar yiroq yerga berib o'tin terib, o'tin yutib keladi va yiroq yerdan apkash va ba'zilari qo'li bilan chilaklab, suv to'shib, choy qaynatib tamoq hozirlaydi. Endi tamoqqa o'ltirish bilan dodiga majlisga deb chaqirib ketadi. Qozoq xalqining bir nachar odati erlar ayollarga hech qanday yordamlashmaydi. Oilasida o'tin to'shish, suv ilib kelish, molga qarash, uy ishi, ballarga qarash, bütün ig'ir ish ayollarga qarashliq. Erlar uyga kelsa, to'rga chiqib, yonpashlab, to'rdan bo'sqiga to'kirib, yetib ayollarning choy qaynatib, tamoq qilib kelishini kutib yotadi. Agar bir er kishi o'tin yutib o'tib berib, suv ilib kelsa, boshqalar u er kishini xotindan qo'rqidi deb shanxo qilib kamsitadi. Agar ballar yig'lab ketsa, ota bolaga odam bolani qo'lga ilib bezlash bu yoqda tursin. Yetishalmay yugurib ishlayotgan ayolga, "Hey, ovuningga qara" deb tovlab buyruq beradi. Ular ayollarni setib olgan quldek ko'radi. Chunki qizlarni erga berishdan burun ikki taraf kelishib, so'dishib, qiz tarafga bir oz mol o'tkazadi. Uni o'ltir to'yi, ya'ni vidolashish to'yi deb ataydi. Shuning uchunmikin to'ydan keyin qiz erning ruxsatisiz hech narsa qila olmaydi. Hatto 10-20 yil ota-onasini ko'rishga bora olmaydi. Orliq yaqin bo'lsa-mu avatmaydi. Ayollarmi erga qarshi chiqa olmaydi. Bu ishga odatlanib ketgan ayollar hech qanday shikoyat qilmaydi. Shunglashqa bularda erlar ayolni uradigan va so'qishib turmushdan ayriladigan ahvollar faqat bo'lmaydi. Ishlab herib kelgan ayollar kechida ballarni qo'yib qo'yadigan yer yo'q. Amalsiz bütün ballarni yig'ib dodiga yig'inga elib boradi. Ballarning uyqusi kelib yig'lab, hatto daqsimut yer ustida yetib uxlab ketadi. Daduyjang, Shavduyjang va bir qism kadrlar kunda nada qimiz, nada paxlan bo'lsa shu yerga berib, qimiz ichib, paxlan so'ydirib yeb, yetib uxlab kelib, kechida yerim kechigacha xalqning yuragini mo'jib, tovlab yig'in ichib, yo'q bor gaplar bilan yerim kechigacha xalqni qo'yib, ba'may tutib qoladi. Herib kelgan xalq dam olg'usi kelsa-mu, bir narsa deyolmaydi. Chunki inqilobga qarshi chiqding deb qalpoq kiygizib azoblab, so'rashdan qo'rqatdi.